أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni iloyati bilan Tafsirul Muyassar degan tafsirdan dars qilgan bo'lib, buning Baqara surasining 231 oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Kelib to'xtab qolganning o'zidan darsimizni davomlashtirishimiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin Uyghur tercümesi. Sizler ayallarını talak kılgan bolsanlar,
ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarishib, ularni nikohinglarda tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib etinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimki shunda qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarishadi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkamlarini xilof qilish yo'li bilan masxara qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga va'z-nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatini, ya'ni kitobidagi ahkamlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddati to'shqan va qoida bo'yicha tegmoqchi bo'lgan eri bilan tutishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ichinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Bu ya'ni va'z nasihat qilish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga ne'malar eng foydali ekanligini Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Analar bolalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim. Otalar analarni qoida bo'yicha yemak-ichmak va kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ishlar taklif qilinadi. Onani bolasi sababli ziyon tatqizmaslik, otani bolasi sababli ziyon tatqizmaslik lozim. Agar ota o'lib ketsa, uning varisi otaga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ana bo'lg'uchiga nafqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga olish kerak. Agar ota-ona kengashib bolani 2 yil to'shmasdilla ayirib o'tmoqchi bo'lsa, ular hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar bolalaringlarni inik-onalarga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amlinglarni ko'rib turg'uchidir. Xo'sh, va iza tallaqtumun nisaa faqaribna intihaa iddatihinna faraji'uhunna ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد الإضرار بهن لأجل الاعتداء على حقوقهن ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة ولا تتخذوا آيات الله وأحكامه لعبا ولهوا واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة واشكروا له سبحانه على هذه النعم الجليلة يذكركم الله بهذا ويخوفكم من المخالفة فخافوا الله وراقبوه
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَيُجَازِي كُلًّا بِمَا يَسْتَحِقُّ. Hoş. Kaçanlık ayarlarınla talak kıp kalsanla, yani bunun talak reci'i kıp kalsanla, bu ayalla onun iddeti tügeşke yakın bup kaldı ula. Şuna yakın bup kalsa pakarabne intiha iddetihinne. Andaki yakın boğusu ula uzun iddeti tügeşke yakın bup kaptı. Eğer iddet tügep gitip kıp kalsa, iddet çıkıp geçse, o nim kılamaydı. 3 ay iddet eğer tügep gitip kaytıvanmasa şu 3 ay tüge iddetin içi de 90 gün müddette ular kayıt çıkıp olmaydı. Aş iddet tügeştim burun, iddet tügeşki yakın bup kaptı ular. Tügep gitiştin burun kayıt ediş gerek. Kayıt olmak olmasa. Kaçan ayallarınla ne yine talak reci kan bolsanlar ula yüzden iddetinin tügeşke az kalgan bolsa, yakın kalgan bolsa ula ne kaytırılыңlar öz emrinliğe ekvelinglar. Ve sizlerning niyetinglar ularning haq huquqiga naiti güzel to'g'ri shar'iyga va urfga uyg'un kelgan suratda ularning haq huquqiga rioya qilish, ularning haq huquqida qat'iy niyat qilish niyatinglar bo'lishi kerak. Ama ularning vaqtini uzatib, ularga yana qaytadan ularning huquqiga rioya qilmay, o majra Allohning huquqini ado qilmay, bunda qilgan shubhasi bo'lmaydi do'stlar. Shar'an va urfan to'g'ri ravishda ularning haq huquqini ado qila oladiganga chuqur shun bilan shuningga qat'iy bundaq bo'lish niyatinglar bilan qaytib olinglar. Yoki ularning muddati tugagan qadar yoki tarkitinglar ularni hatto tugay ularni iddati va diqqat qilinglar shuniki bo'lg'ay ularni qaytirilish o'zingning amringlarga akka qaytirilish ular uchun zan zahmat yetkazish maqsad bo'lib qilishdan qattiq diqqat qilinglar ularga ularning haq huquqi tajovuz qilish yuzasidan ularga zarar yetkazib mandaq qilishdan bak diqqat qilinglar. Kimiki shunda qilib qolsa o'zi jazoga loyiq qilish bilan o'zgucha zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyat va ahkomlarincha o'yin chaqchaq qilib olmanglar. Allohning sizlarga bo'lgan islom bilan ahkomni ro'shan ochiqlashtirib turishlar bo'lgan Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetini her davam, her saatço, her zemin, her zamanda eslab durunglar. Allah sizlarga Qur'oni Karim, Sünnet Rasulullah'ın tushirgan bu ne'matni her daim eslanglar. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu katta ne'mati uchun rahmat aytinglar. Sizlarni Allah subhanahu wa ta'ala mushu shukr zikr va shukr qarta sizlarga qanday qiladi? Sizlarni eslaydi. Va sizlarni qarshi turishdan Allohning Rasuliniki amri farmoniga qarshi chiqishdan sizlarni qo'rqitdi. Bunday qilmanglar. Allah hargiz qanday qilmanglar, Alloh bilan qarshilashmanglar. Alloh subhanahu va taoloni har doim Alloh subhanahu va taoloning ne'matlarini eslab turinglar. Allohdan qo'rqinglar va Allohni har davom kuzatib turinglar. Bilinglarki, haqiqatan Alloh her narsani bilib turuvchidir. Va Alloh subhanahu va taologa hech qanday bir narsa maxfiy bo'lmaydi. Alloh har narsaga shu narsaga yarasha jazo, yaxshiga yaxshi, yomonga yomon jazo va mukofot qo'llanadi. Uni jazo va mukofot beradi. Xo'sh. Va iza
وإذا طلقتم نساءكم دون الثلاث وانتهت عدتهن من غير مراجعة لهن فلا تضيقوا أيها الأولياء على المطلقات بمنعهن من العودة إلى أزواجهن بعقد جديد إذا أردنا ذلك. آه وحدث التراضي شرعا وعرفا، ذلك يوعد به من كان منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر إن ترك العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماء وطهارة لأعراضكم وأعظم منفعة وثوابا لكم والله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. Sizlarning ayollaringlarni uchun tavan taloq qilib qolsanglar, yo taloq rajibdi yoki taloq boyni olgan bo'lib, boyina beynuna sug'ra bo'libdi. Boyina beynuna kubra manda qilib qolsa bo'lmaydi. Talaq raji bo'lsa o'zi qaytib olaydi. Agar taloq boyni olgan bo'lib, bu taloq boyni qism. Taloq boyina beynuna sug'ra va taloq boyina beynuna kubra. Beynuna talaq bayna beynunal kubra olganda bu ona yananmaydı. Valla o nikah kılışlanma, valla nimlenme, mehrlenme onu ada kılanmaydı. Kaytanmaydı. Ta o ire, o ayal yeni bir egi tigip, telige o ayalını kuvvetip, o idi tügendinken kayta alaydı. Ya ki o ölüp gitti. O ölüp ketkenlik o erinin çoğu onun iddetini 4 ay 10 gün iddetini tutup anın deyin kaysa kaytalaydı. Bommasa onu tügediğin gepte. Kaytamaydı. Demek manındın nima bu talak beynuna as-sugra. Kaçan ki sizler ayallarınlarını üçtün teven talak kıp kalsın. Yani bayin beynuna kubradın teven. Bayin beynuna sugra. Bunda talak kıp kalsanlar ulanın iddi tügeptir. İddi tügen bolsa ulağa işimlik müracaat kılmasın. Ulağını öz emrinliğe kayıt ekemezsin. Onun iddeti tügepti o. 3 ay müddet tügepti. O vakitço, hey evliya, hey bu talak kılıngan ayalga egi çıkan, bununki egi cakılları, ularını tuzşlan, bu özlerinden eğerlerge yeniço nikah olan, eğer aşına halap, aşına irad kıp kalsa, özlerinin şu eğerlergene kaytışka, çeklimi koyup, ularını kıstap koymanlar. Ve şer'en ve örpen nim bolsa ve yüzbegin bolsa razimellik şer'an ve örpen bu işkile ara işkilsen puşayma kılışıp ondan keyin Allah'ın Resulü'nün hak hukukunu ahkam şeriatini toluk icra qilib amallashtirib ketamiz deydig'inga bundan keyin jidal majra o bu qilishmaymiz bundan keyin sog'lom şu güzel ravishda turmushimizni davom etimiz bo'ldi bundan yarış bitayli ballarımızdaki özümüz bakaylı farzandlar bo'lib qolgan bo'lsa uyimizni o'zimiz tutayli deb qolgan bo'lsa shar'an va urfan rozimanlik hodi yuz bergan bo'lsa ularnichu bo'ldi bu yerdan qaytib olishga hargiz qistab ularga to'sal qo'ymanglar. Shu panda nasihat mav'iza qilinadi enan bilan bir kishi sizlarning ichingizdan iymoni Allohga oxirat kuniga iymoni rostlik chiqqan bo'lsa ashunlan nasihat qilinadi. Shundoq odam bu nasihat quloq soladi va buni ijro qiladi. Cho'qim bu ularning oldini to'sishni tashlash, yani tarkal azli, yani ularnichu bu yüzünki bu yo'lishga qaytib olishning o'ziga
to'sqinlik qilishni tashlash bo'ldi to'sqinlik qilmaydi bular yana bir yakili olsin yarashib olsin degandek inna tarkal azl bularni to'sqinlik qilishning o'zini tashlash va bu ayollarni va tamkinal azvaji bu ayollarni bir xil imkoniyat yaratib berish o'zlarininki bu nimaga min nikahi zavjatim o'zlarining bu ayol erlarga qaytadan turmush bulishqa qaytadan nikohlanishqa ya'ni o'zining eriga qaytishqa mushunga imkoniyat yaratib berish bu masalan bir oilaningki gullanishi balvoqilning va jamiyatning taraqqiy qilish uchun eng ko'proq bo'ladi va iffat pokizlik jihatdan eng ko'p bo'lgan bo'ladi. Va sizlarninki nimanligim ham yuz obro'ying uchun shundoq yaxshi bo'lgan bo'ladi deydi. Üst bitilish jihatda har jihatda va iffat jihatda masalan va foyda jihatdan katta bo'lgan bo'ladi va sizlar uchun savobim katta bo'lgan bo'ladi bu ishdan deydi. Alloh sizlarninki biladi bir narsaniki iningdir sizlarniki shu yaxshi qilgan etgan yaxshi amal yaxshi niyatlaringni biladi va sizlar uni bilmaysizlar deydi. Va alal validati irda'u avladihinna va alal validati irda'u avladihinna مدة سنتين كاملتين لمن أراد إتمام الرضاعة ويجب على الآباء أن يكفلوا للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا لأن الله لا يكلف نفسا إلا قدر طاقتها ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد قبل موته من النفقة والكسوة فإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليهما إذا تراضيا وتشاورا في ذلك ليصل إلى ما فيه مصلحة المولود وإن اتفق الوالدان على إرضاء المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج عليهما إذا سلم الوالد للأم حقها وسلم للمرضعة أجرها بما يتعارفه الناس وخافوا الله في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير وسيجازيكم على ذلك. Anılağa yani ana oğuçlağa özünün balvaqlarını tuluk 2 yıl eğer ben balamni tuluk imiteydigan deb ridoatni tam qilishni tuluk imitishni maqsad qilgan onalar uchun 2 yilgacha emdisi bo'ladi. 2 yil emdish lozim. Bu ata-oğuçlarga endi bu talaq qilingan bu imit kuchi onalarga nisbatan ularning yemak-ichmak, kiyim-kechak barliq xarajatlarga kepil bo'lish lozim. Shar'iy va urf jihatdagi güzel mundaq suratda, güzel ravishda. Chunki Alloh subhanahu va taolo bir jon egisini faqatlikilam o'zining taqat doirasining ichidagi narsaga taklif qiladi. Hargiz kuch etmaydigan, qisqilanmaydigan, distiyolmaydigan, etmoqchisi etenmaydigan, maqmoqchisi maqolmaydigan mandaq taklif qilmaydi. Va bu ota-onalar uchun o'zining bu tug'ilgan bolaning o'zini o'zaro bir-birisi ziyon solishga bir vos qilib olishga bo'lmaydi. U halol bo'lmaydi. Vojib bo'ladi. Hem bu
varisqa. Bu vacib al varisi inde mevtul validi. Yine bu atысы ölüp ketkendan keyin bu atısının miras bolğan, yine varis miras ağaçının balvaqlarga qandaqki mushu atысы ölüp ketişten burun bu murdiya qoğan ilqi yemek içmek, kiyim keçek, onun makan turalgı joydan ibarat, nafaqa va kisvatdan ibarat vacib bolğan narsa ilqi validqa, atısıga, atısı ölüp ketişten burun bu kişi vacib bolutdi. Endi bunun varislarga balvaqlarga shu narsa vacib bo'ladi. Atsnamada o'lib ketsa, balvaqlarga shuni qat'iy usulda o'tashga tegishlik deydi. Qachon ekanda bu ota-ona o'g'ichi bu balani anadan ayirib etishni maqsad qilgan bo'lsa, 2 yil to'shishdan burun bunig'imi chataq yo'q. Agar ikkisi o'zaro bir-birisiga maslahatlashib, rozi bo'lib, buni kengashib, ashni kelgan bo'lsa, bo'ldi arvatayl degan bo'lsa, masala yo'q. Anada şu balanınki liyasila ila ma fihi maslahatul mevludi. Onun da şu balanınki paydasıga yetiş maksatda balığa qandaq iş yaxşı oldu degan bo'lsa, şunu ko'z tutgan bo'lsa, o'zaro kengash qilishib, o'zaro rozi bo'lishgan bo'lsa, buni bu balacho 2 yil turishdan burun anasidan emishdan arvasi bo'ladi deydi. Eğer bu atana hem bu tug'ilgan balaning o'zini boshqa bir inik ananing o'zini tepib, shuningga emtishni o'rtaq ikkisini putishibdi. Putishgan bo'lsa, bu boshqa bir ana ekan, g'ayri validati. O'zining opasidan boshqa bir inik ana, bir bola emituvchi bir anaga bola emitishga agar ikkisi ittifoq kelgan bo'lsa, buningcha haraj yo'q. Bunun haraj yok. Kaçan bu nime tapşırıp bergen bolsa, bu atı oğuçu, apı oğuçuğa, bu apınınki hakkını tapşırıp bergen bolsa, o tapşırıp bergen bolsa, bu balı imit küçün, o balı imit küçünün hakkını hem tapşırıp berse, mesele yokmuş kanda. Boldu emişsi, buluverdi deydi. O hakkı kaysi, onun ecri, bima yataarafuhun nasu. İnsan ondan şu örpleşken aslavlan. Şu mahalleninki, şu rayının örpü kançı kokan bolsa, kanıga insanlar örpleşken bu şunla boz bulurdu. Ama Allah subhanahu ta'aladan İslam'ın ahvalının hemmisi de Allah'tan korkunla. Allah'ın küsüp durunla. Bilinla ki çıkın Allah sizlik karşılarının hemmini çok körüp duruşudur ve Allah subhanahu ta'ala aşk kığının kartta jaza nimege yaxşılık ve yaman ceza ve mükafat bergüşüdür deydi. Hoş. Hem ayette kısaca balaği terpi ayetninki. فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ degenin üzde فَبَلَغْنَا degen o itip kespamaydı. Onun da o iddeti yetip kalış emas, yetişsin burun. Yani tepki yetiştin azırak burun demek deydi. Yani bunun فَبَلَغْنَا degenlerinin üzden ey qarabna demek. Qarabna intiha iddetihinne. Üzün iddeti tepki yetişke yakın kalgan bolsa. Bundan çoğulki qanda qildi degende bunu kulni işlet geldim. Bu da kulni işletti ekserge. Süyüp ketdi dep. Yetti dep. Yetmegen. Hakiki özünün ecelige, özünün iddet küllerge yetmegen dedik. Battı. Az kalgan ama. Bu da misi tüydü dep kulni itlaq qildi. Nimige köpke. Bununki köpünçülüke ekserge. Buna tak edittik batı azığına. Lakin tuluk töp ketmegen. Şu töp ketişten burun demekçen bunu da deydi. Bunun da kandak bunun bir mecaz mursal var. Çünkü bunu iddet töpkesini tutuşturursa emez de. Vay be. Doğru.
Onundan başka واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعيدكم به. Bunun için hasni amga etkileştim bade. Hasni amga etkileş bu. Allah'ın nimetine eslanla değildi. Allah'ın nimeti yani bu nimeti sanaksız, sanap tüyütüp olunmaydı. Dep bulup ve ma anzal aleykumul kitab vel hikme. Ve bir nesin ki bir nimetni ki düşüdü o Allah subhanahu wa ta'ala silege. Kitapten, hikmetten ibaret bu nimetten düşüdü dedi. Kitap ve hikmet. Bunun nimet dep sanap bunu ayrım kanda kıldı keltüdü. Bu has keltüdü. Bir nim kıldı. Bu has ne etip kıldı ki amgı ki ve ma anzal aleykum diyen bu nime has. Bu hasne nimet Allah degan amga atib qilindi. Ee, Xo'sh. Wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim. Wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim. Bunun da şu degende böyle ki cenasıl iştikak degan bir gap var. Muhasanatul bed'iyye'nin qatardan. Cenasıl iştikak. Wa'lamu alim demiş kelimeler arsında. Xo'sh. Yani ondan başka فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. Sizler ularınki ilki eğerlerge çoğun nikahlanışka toskuluk kılmanlar. Ularının iddet tügeş aldı da bunun iddeti yani eceli tügse dingep tek tügüp ketmedi. Öyle digendek. Azrak ba ama tügeş az kap kaldı. O ecel tügse o kaytanmaydı. Tügeşin azrak burun. Muşahalatımızda ulagıcı üzün eğerlerge nikahlanışka toskuluk kılmanlar dedi. Bu eğleri şu vaktiniz eremez. De. Bu kayti yeniden bir nikah bilen, yeniden mahr bilen, mında kayıt nikahlangan gap. Lekin bu munundun burun irti. Ma yatibar makan degan bir gap var balagatta. Mecaz mursalninki babit. Bunundaki nime muşabaha, nime alaka gayr muşabaha. Bunun nime bulsa alaka yatibar makan. Çünkü bunların eğleri şu vakit eremez bundan burun erdi. İtibar makan diyen şu. Hoş. Hem de ondan başka mesela ve in aratum en testardi'u. Yani bunun da icaz bil hazb bade. Testardi'u el muradi'a li evladikum. Kaçan sizler maksat kıp kalsanlar sizlerin evlatlarınlarga imik bir nimine bir bala emetküçüne sizlarning avlodlaringlarni boshqalarga emdirishni maqsad qilib shuni talab qilib qolib qolsanglar ya'ni boshqa bola emetküchini talab qilib qolib qolsanglar demakchi deydida yana an tastarzu muradi'a li avladikum degan bo'ldida buni aslisi va in aradtum an tastarzi'u an tastardi'u avladakum yani boshqada shu bir muradi'ni bola emetküchini sizlarning bolalarga bola emitk uchun talab qilib emitmoqchi bo'lgan bo'lsanglar sizlarga undaq qilish chatoq yo'q ularning uning ish haqqini bersanglar degandek buni yine iltifot degan bir gap bor ayda payin arada pisalin deb g'oyib siyg'isidan keltida g'oyib musanna u ikkilan agar bu bolani ayirib o'tishga rozi bo'lgan bo'lsa deb Ama ya da en testardi'u deb bu muhatap sig'is keltiydi. Bu g'oyibdin muhatap ko'rgan iltifot dilda buni bu bobni.
Bu endi dadyninki balık olan mehr muhabbetine, onun bir şefqatine qo'zg'ash yuzasidan bir yerlerce qanday qilindi degende buningda bu g'oyibdan muhatapga iltifot qilindi bir yerda. Xo'sh, darsimiz shundan kifoyalimiz. Tafsirlik darsimiz. Alloh xolsa davomi at bo'ladi. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.